mana siz aytdingiz, yangi zavod ochilsa, ko'proq ishlab chiqarilsa, demak narx tushadimi? Men ishonmayman. Nimaga degan savol tug'iladi. O'zbekistonda bitta zavod ochildi desa, yuragim o'ynab qoladigan bo'lgan. Nimaga? Nimaga desangiz, o'sha narsaning narxi oshib ketadi. Bo'ldi, monopoliya bo'lib, chegaralar yopilib, mana bitovoy texnikalar deymiz-ku, maishiy mahsulotlar O'zbekistonda chiqishni boshlagandan keyin o'zimizda chiqqan maishiy mahsulotlarni odamlarimiz Qozog'istondan olib kelsa arzonga tushib turdi, qarang. O'zimizdan olsa, mana bir viloyatli dilerda, men tasavvur diler u aytib turibdi, Qozog'istonda deydi, men o'sha zavoddan olgan, o'zimizda chiqib turgan zavoddan olgan diler narxidan ko'ra do'konda arzon deydi, bozorda arzon deydi. Mashina o'zimizda chiqdi, mashinani 2 barobar qimmat oldik. Nima uchun arzon? Bilasizmi, u yerda boshqa mahsulotlar ham bor, raqobat kuchli. Shuning uchun narxni tushirmasa hech kim olmaydi. O'shaning uchun mana bunday bo'lsa yaxshi bo'lib ketar ekan. Zavod ochyapmiz, qilyapmiz, zavod bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi, arzon bo'ladi, biz ko'proq ishlab chiqaramiz, boshqa bo'ladi. 80 dan bu yoqqa o'tsak, ob-havomuz yaxshi bo'lib ketadi degan gaplarga to'g'risi men endi ishonmay qo'yganman. Endi men emas, menimcha ko'pchilik ishonmay qo'ygan.